Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi shu hayotda bilasizlarmi? Mo'min odam. Mo'min odam. Har qancha mashaqqat bo'lsin, har qancha qiyinchilik bo'lsin, o'tib ketadi bu deydi. Har qancha mashaqqat bo'lmasin, sinov deydi. Ozgina sabr qilsam Robbim huzuriga boraman deydi. Faqat mo'min xotirjam yashaydi. 12da qiyomat bo'lar ekan desa, ham xotirjam yashaydi u. Rasa kuldiga, qaranglar, 16-yilmi hozir? 4 yil bo'ldi-da shunga. Tomosha bo'ldimi dunyo? Rasa pul qiladiganlar pul qildi-da, sham soatda men hayron qolaman. Qiyomat bo'lsa shamni, qiyomat bo'lsa boshing ko'rasan o'sha shamda. Bunkirlardan pulga yer sotishib oldilar puldor odamlar. Kim xotirjam yashar ekan? Mo'min odam. Alloh taolo aytadi, iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lgushidirlar va o'shalar hidoyat topgushidirlar. Faqat mo'min odamning hayoti xotirjamlikda o'tadi. Bir kechilib ketadi problema. Qazlar ham uzilib ketadi deydi. Ishlaring ham yurishib ketadi bolam deydi. Yaxshi olib ketasan deydi. Shifo topasan albatta deydi. Biz sababini qilyapmiz. Uvering deydi. Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Agar men betob bo'lib, bemor bo'lsam, Robbim menga shifo beradi. Alloh taolo Qur'onda ikkita aka-ukaning qissasini keltiradi. Biri mo'min, biri kofir. Bu aka-uka otasidan katta merosga ega bo'ldi. Katta pul qoldi. Ulardan bittasi mo'min edi, o'ziga kerakini olib qoldi, qolganini kambag'al bechora miskinlarga tarqatdi. Ammo kofir esa pulni hammasini olib qoldi, sarflamadi, bog' qildi. Juda ham katta bog' qildi, meva-chevaga kirdi, daryo yonida suv, meva-cheva, to'kin sochin zo'r bo'lib ketdi. Mana endi qarab turinglar. Hozirlar berib qo'yish savolni, qani ular hozir? Yo'q. Lekin qana qilib ketdi dunyodan ikkalasi? Oqibati bir xil bo'ldimi? Wadrib lahum masalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab va hafafnahuma bi nakhl va ja'alna baynahuma zar'a. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Uzumzor bog', atrofida xurmolar, o'rtasida ekin, ikki chekkasida suv. Bu dunyo hayotining ne'matlari edi. Mo'min ularning ichidagi mo'mini kofirga kelib nasihat qildi. Kofir nima dedi? Va dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan aytdi. Bu bog' bu meni moli davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman. Qasam, agar Parvardigorimga qaytarilsam, ya'ni mabodo qiyomat bo'lib qolsa ham, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat, baxtni topirman dedi. Kufr, nonko'rlik. Endi mo'min inisi nima deb javob berdi? Qala lahu sohibuhu. Birodar unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni asli nasling bo'lmish odamni tuproqdan, so'ng nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Dunyoga ishondingmi? Shoyat Parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etsa, seni bog'ingga esa osmondan chaqmoqlar yuborur, bas u sip-siliq yerga aylanib qolur.